Yukarı leksiyemizden devamı hürmetlik vatandaş. Bugün Çiğsak 2019 yıl 9. ayının 19. günü haftaga Perşembe. Leksiyanın devamı bunda. Şundak bulupla kalmay. Nurgulluğun Amerikalıkla silah bilen möörünü getirip uzun yıllardan beri kadirlep kelgen erkinlikle qoğdaydı. Dep körsetti senatör Marco Rubio. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi 5. ayda Shangang masalasi to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazgan. Shu yig'inda va uningdan burun Jungo Angliya Birlashma bayonoti va negizli qonunning himoyasi ostidagi Shangangning o'z taqdirini o'zi belgilashi yoki odatda o'zini o'zi boshqarishi Xitoy tilida bir davlatli ishki xil tuzum. Yani aslidagi Shangangning o'z taqdirini o'zi belgilashi va Shangangda erkinlik Kompartiyaning cheritishiga va daxlatarvoz qilishiga uchrayotganligidan iborat bir paket allaqachon kishilarning diqqatini tortgan edi. Senator Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. O'tkazib berish qonuni Shangangning o'zini o'zi boshqarish amaliyatiga qo'shilib kelgan tahdiddir. Shangangda yashayotgan 80 ming amerikalik fuqaro Jungo Kompartiyasining atalmış qonun sistemasining ostida qoladi. Bu sistema davomli odamlarni nazarband qiladi va azoblaydi. Bu kişiler tibbi yardım erişilmeydi yoki tibbi yardım berilmeydi. Xalq uchun tenglik, barobarlik talab qilgan advokatlar qo'lga ilinadi. Kompartiyaning talab ehtiyoji barliq talab va ehtiyojdan yuqori turdi. Senator Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. 6. aydan biri Shangang xalqi ko'krak kirib ko'chaga chiqib 15 hafta davomlashtirib 4 qitimdan ortiq namoyish qildi. Cemiyet 8 milyon odam bu namoyishga qatnashdi. Demak, butun Shangang xalqi namoyish qildi. 8 milyon odam bu namoyishga qatnashdi. Har xil yoshdagilar, o'xshash bo'lmagan orqa ko'rinishdagilar bu namoyishga qatnashdi. Yaqinda erishgan shanchlik doklatimizga qaraganda Shangang soqchilari qo'lga ilingan namoyishchilarga zo'ravonlik ishlatdi. Masalan, biz o'tgan haftaning oxirida bu manzarani ko'rdik. Soqchi urib, beshi yaralandirilgan bir nafar namoyishchining beshini besib, uning yarasiga much suyuqligini to'kdi. Bu kam-ko'tsiz vahshiy zo'ravonlikdir. Biz yana to'g'ri batlardan Shangang soqchilarining yiroq turgan namoyishchilar qarab turgan muxbirlarga yosh oqqizosh bombasi atqanligini ko'rdik. Senator Rubio, Marco Rubio mundaq aybladi. 7. ayning 1. kunidan boshlab Beijingni qo'llaydigan lo'kichaklar va qora jamiyat guruhlari Jungoning birlik sap organlari bilan til biriktirib, namoyishchilarga, muxbirlarga, yo'ldan o'tib ketayotganlarga zo'ravonlik qildi. Boshqa soqchilar qo'lini qo'yishtirib qarab turdi. Ko'rmas kiselib oldi. Hatto ba'zi soqchilar qora jamiyatga hamkorlashdi. Qo'lga ilinganlar zaharlik dumbalandi va ularning yuzini yerga qaritib bosdi. Gerçi ma'muriyat boshlig'i Lin Jingyue qonun chiqarish komiteti 10. ayda xizmatni asliga keltirganda o'tkazib berish qonun loyihasini bekor qilishni aytgan bo'lsa-mu, lekin hukumatning namoyishchilarga zo'ravonlik qilishiga nisbatan mas'uliyatni ustiga elish kerak edi. Biroq ma'muriyat boshlig'i Lin Jingyue bundaq mas'uliyatni
öddige elişne ret kıldı. Senatör Marco Rubio ötküzüp bir işe karıştırış namayişine mediyelep mundak dedi. Yakından bir iki halkın gücünü görürsüdüğün en ulu hareket. Şangan hükümeti bugün bütünley Cumhur Kompartiya siyasi hakimiyetinin şanıga aylanıp kaldı. Şangan açı yolda durup da Şangan halkıga halkı mensup bolgan Şangan kirek. Şangan halkıga halkı mensup bolgan Şangan kirek. Her saha, her kesipçikile, her xil yaştikile hayatlık küçü urgup durgan alda turmuş köçülüşü gerek. Bu kişiler elbette öz takdirini özü belgeleş üçün, erkinlik ve demokratiya üçün kökrek girip oturgu çıkışka tayyarlanıp koygan kişilerdir. Amerika Koşmuş Ştatlarının senatörü Marco Rubio bu qatim Xi Jinping qatnaşkan, Xeyinşi hanım qatnaşkan guahlık beriş yığınıda sözlügen nutqa. Anladığınla hürmetli vatandaşlar, bu allakaçan Şangan'a yetip badı. Bu haber allakaçan Şangan'a yetip badı.